Bunaqasi bo'lmagan kanalning qadrli a'zolari, bugungi obzorimizda biz sizlarga 5 litrli mikserdan boshlab 30 litrli mikserlarimiz, undan tashqari 20, 30, 40, 60, 50-60 litrli spiral mikserlarimiz, undan tashqari Turkiyaning 10 kilodan 50 kilogacha bo'lgan mishalkalari va oxirida qattiq xamirlar uchun 13 kilodan 50 kilogacha bo'lgan mishalkalarimizni narxlari, xarakteristikasi polni tanishtirib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin eslatib o'taylik, videoga like bosinglar, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar. Bizni ish faoliyatimizni davomiy bo'lishini shu bilan qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Biz bo'lmasa birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan mikserlarimiz, ko'rib turibsizlar. Eng hadovoy mikserimiz, B7 mikserimiz. Bu mikserimizni o'zi asl narxi $230 chiqqan. Mana shu 2025-yil Ramazon oyi ichi, Ramazon oyi munosabati bilan skidkali narx $195 dan shuni 3 ta nasatkalar qopqoqlari bilan B7 mikserlarimizni qilib beramiz. B5 mikserlarimiz bor. B5 mikserlarimiz 3 ta nasatkasi 220 tok tishlashi va kranlari bilan ajralib turadi. B7 dan narxi $210 hozirgi kunda chiqadi. Bularga skidka yo'q. B7imizga skidka bor. Undan keyingi mikserlarimiz B10, B15, B20, B30 deb 2 xil modellari. Bularni bitta tanishtirib o'tadigan bo'lsak, B10, B15, B20larimiz mexanizmlari shestronyali bo'ladi, ya'ni remelli bo'lmaydi. Bular narxlari $320, $350, $380 hozirgi kunda 220 ishlaydigan narxlar bilan chiqyapti. Oldi to'siqli bo'ladi, B20mizda kranli bo'ladi, 3 ta skorsli bo'ladi. Bular ham xuddi shunaqa bo'ladi. B30 modellarimiz 2 xil bor, seriyasi bor, oqi bor. Bularning narxlari keladigan bo'lsa $400 ga $430 hozirgi kunda chiqadi. Motorlarning ishlash mexanizmlari misabmodga bo'lib, ulangan narsalari remelli bo'ladi. Bularning narxida o'sha uchun farq qiladi. Remelli arzonroq bo'ladi, ham narigilarga, releylarga qaraganda. Endi shu yerda tanishtirib o'tamiz. Mikserlarimizni hozirda наличида bizda tepasi sarg'iladi 20 litrligi, o'zimizning eng hadovoy oqiladi bo'lsa 40 va 50 litrlar наличида bor va videoda qo'yib internetga joylagunimizcha o'sha keng assortimentda 20, 30, 40, 60 litrgacha bo'lgan hammasidan keladi. Bu ham xuddi shunaqa katta assortimentda keladi. Shu xudo xolasa shu bir hafta ichida katta partiyada yukimiz kirib keladi. O'shunda bemalol aloqaga chiqib turib zakaz qilishlari mumkin. Ularda narxlari o'sha kelgandan keyin chiqadi. Bemalol o'sha ekranning nomeriga aloqaga chiqib narxlarni bilib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bularda narxlari keladigan bo'lsa, mana shu 20 litrligimiz tepasi sariqli zadniy privodi bor mikserimizni hozirgi kundagi narxi $650 qilib beryapmiz. Ozgina kelishadigan joylari bo'ladi. 40 litr va 50 litrlarimizni narxlarini $900 ga $1050 hozirgi kunda qilib beryapmiz. Bularni ham ozgina kelishtirib beramiz. Xo'p, mikserlarimiz, qattiq xamirlar uchun mo'ljallangan mishalkalarimiz hozirgi kunda mashinalar xolos, xudo xolasa, lekin o'sha aytib o'tilgandek aloqaga chiqsalar ham bemalol ulardan chiroyli qilib o'sha yangi partiya degan qilib beramiz. Bularni xamirlardan nimalardan xamirni qilib beradi desangiz, somsa, fanka, bo'lishkaniki yumshoq bo'ladi, zivachga o'xshagan qattiqdan ham qattiqroq qilib berishga mo'ljallangan mishalkalar qilib beradi xolos. Bularda spiral ham aylanadi, qozon ham aylanadi, 220 tok tishlaydi. Endi undan keyingi modellarimiz 10 kilo, 15 kilo, 25, 35, 50 kilolik novoyxonalar uchun, novoy akalarimiz, opalarimiz uchun mo'ljallangan Turkiyaning mishalkalari. Bularda hozirda 2 xil turdagi brend mavjud, ya'ni Nevnova brend va Chalash brendlari hozirgi kunda o'zimizda bor. Birinchi o'rinda tanishtirib o'tadiganlarimizni bitta tanishtirib o'tkaveraylik. 0.37 kW motor bilan narxi 10 kiloligimizni hozirgi kundagi narxi Chalash brendiniki $450. 0.37 kW motor bilan 15 kiloligimiz narxi $500. 0.55 kW motor bilan 25 kiloligimiz narxi $600. 0.75 kW motor bilan 35 kW 0.75 kW motor bilan 35 kiloligimiz narxi $650. 1.1 kW bilan bularning narxi $790, 50 kiloliklarimizni 1.5 kW bilan $820, 50 kiloliklar chiqadi. Undan keyin oxirida tanishtirib o'tadiganlarimiz somsa, shunga o'xshagan qattiq xamirlarni qilishga mo'ljallangan mishalkalarimiz 13, 15, 15, 35, 30 kilolik hozirgi kunda наличида mavjud. Bularning narxlarini ham qisqa qilib tanishtirib o'tamiz. 13 kiloligimiz bitta ichlar ko'rsatib o'ring. Sondiqli model bo'ladi.
Ko'rib turibsiz, levi pravi aylanadi, 220 tok ishlaydi. Bundan tashqari korpuslariga uncha ortiqcha narsa ishlatilmagan, motorlari 100% misabnotga bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 340 dollar. Xo'p, bundan keyingisi 15 kiloligimiz. Bundan ko'ra jichi kattaroq bo'ladi, ichki sig'imi, xamirlarni to'kib beradi, 220 ishlaydi, o'ngga chapga levi pravi aylanadi. Narxi 380 dollar hozirgi kunda qilib beryapmiz. Endi bu ko'rib turgan o'zini og'irligi sodda qilib aytganda 130 kilo bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 480 dollar hozirgi kunda qilib beryapmiz. Undan keyin 30 kiloliklarimizdan 2 xil bor, 220, 380 tok ishlaydiganlar bor. Narxlariga keladigan bo'lsa, 730 dollarga 800 dollar hozirgi kunda qilib beryapmiz. Ekranlarda nomerlar bemalol aloqaga chiqib O'zbekiston barcha hududiga dostavka qildirishlar mumkin. Markamiz Farg'ona shahar, O'zbekiston har qanday hududiga dostavkalarimiz bor. Kelishilgan holda videoga like bosib, kanalga podpiska bo'lishni unutmanglar.